Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz dars dasturlash tilida muhim bo'lgan yoki umuman o'zi dasturlashda muhim bo'lgan ma'lumot turlari hamda o'zgaruvchilar haqida gaplashib olamiz. Umuman olganda biz biror bir operatsiya yoki biror bir amalni bajarishimiz uchun bizga ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ya'ni ular ma'lumotlarni biz xotirada saqlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni to'plangan ma'lumotlarni biz xotirada saqlaymiz va ularga dasturlash tilida ishlov berishimiz mumkin. Umuman olganda kompyuter xotirasi ichida ushbu to'plagan ma'lumotlarimiz o'zgaruvchilar deb ataladi. Bu yerda ma'lumotning umumiy nomidan foydalanib ularni chaqirishimiz va ularga ishlov berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni istalgan o'zgaruvchining nomi bo'ladi. Biz unga ishlov berish uchun yoki o'zgartirish, qanaqadir amallarni bajartirishimiz uchun biz ularning nomidan foydalanamiz. Ularning nomi orqali xotiradan chaqirib olamiz. Bu o'zgaruvchilar kompyuterning xotirasida saqlanadi va o'zida turli xil ma'lumot turlarini saqlaydi. Ya'ni turli xil ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Yoki saqlamasligi ham mumkin. Ya'ni saqlamasa bu null, ya'ni pustoy. Hech narsa bo'lmaydi. Prosta quruq narsaning o'zi bo'ladi. Ushbu saqlagan o'zgaruvchilarimiz nimalar bo'lishi mumkin? Ular misol uchun matn yoki so'z birikmalari, ya'ni matnlar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir raqamlar bo'lishi mumkin. Demak, biz birinchi o'rinda dartpadga kirib olamiz. Dartpad.dev saytiga kiramiz. Mana bu yozilgan kod. Kodni o'chirib tashlaymiz va komment olamiz. Demak, biz birinchi bo'lib ma'lumotlar turidan boshlaymiz. Ya'ni string turdagi ma'lumotlardan foydalanishni o'rganamiz va bu turdagi birikmali, ya'ni satrli yoki birikmali ma'lumot turlarini biz xotirada tasvirlashimiz uchun, ya'ni xotirada yaratib olishimiz uchun biz string kalit so'zidan foydalanamiz. Ya'ni ularni string deb yozamiz va string name deb yozamiz. Ya'ni biz so'zli name, ya'ni nom degan o'zgaruvchini mana xotirada yaratib oldik. String bu faqat satrlar, ya'ni so'zli birikmalarni o'z ichiga olishi mumkin. Ya'ni string bilan berilgan narsa har doim satrli bo'ladi. Raqamli bo'lsa ham uni satr deb oladi. Endi sizlarga buni keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Ikkinchi tipga o'tamiz. Ikkinchi tipimiz esa raqamli ma'lumotlar turi hisoblanadi. Ya'ni raqamli ma'lumotlar turida ikki xil turi bor raqamli ma'lumotlarni. Birinchisi integer kalit so'zidan foydalanib ta'riflash mumkin ularni. Ya'ni integerlar, ularni qisqacha qilib biz int deb ataymiz. Ya'ni int qanaqadir yil deb e'lon qilamiz. Int, ya'ni integer tipi, bu tip faqat butun sonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni 1, 2, 3, -1, -2, 1997 ular faqat butun sonlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ikkinchi raqamli tipimiz esa bu double hisoblanadi. Double
misol uchun nimani aytishimiz mumkin? Kartoshka. Kartoshkani aytishimiz mumkin. Bu kartoshka nuqtaga qo'yamiz. Kartoshka 1,2 kilogramm yoki 1,9 kilogramm bo'lishi mumkin. Biz bunaqa o'zgaruvchilarni e'lon qilganda biz double card so'zidan foydalanamiz. Bular o'nlik kasr ko'rinishida deb ham atashimiz mumkin. Ya'ni virguldan keyingi qanaqadir raqamlari bo'ladi. Ushbu double ключевой so'zi orqali aytgan e'lon qilgan narsalarimizda shunaqa bo'ladi xullas. Keyingi o'rinda biz aytib o'tishimiz mumkin, ya'ni mantiqiy tip. Mantiqiy tip buni ko'pchilik dasturlashtiruvda boolean deb ataladi, ya'ni mantiqiy tip. Ushbu tip o'ziga olishi mumkin true yoki false. True yoki false qiymatini o'z ichiga olishi mumkin. Ya'ni boolean tipi juda ham kerakli tip. Buni bilmasak dasturlash tilini o'rganishimizning hojati yo'q. Lekin boshida tushunmagan bo'lsangiz, hech ham qo'rqishni keragi yo'q. Keyinchalik ham odam tushunib ketadi bu boolean tipini. Bu tipni e'lon qilishimiz uchun biz booleanni qisqartirilgan shakli bool deb yozamiz va qanaqadir o'zgaruvchi nomini yozamiz. Rost deymiz. Boolean tipi, ya'ni o'ziga biriktirib olishi mumkin true yoki false ni, bundan boshqa qiymatni o'z ichiga ola olmaydi. Faqatgina true yoki false ni olishi mumkin. List bor bundan tashqari. Faqatgina bu emas, boshqa turdagi ham o'zgaruvchilar mavjud ushbu dasturlash tilida. Bunga misol qilib aytishim mumkin. List bor, list, runners, map, ya'ni xarita va symbol turdagi o'zgaruvchilar ham mavjud. Bularni hozir aytish kerak emas. Bularni keyingi darslarda ham sizlarga o'zim tushuntirib o'taman. Faqat ularning borligini bilib qo'yishingizning o'zi yetadi. Kim agar biror bir boshqa dasturlash tilini bilsa, ushbu dasturlash tilini o'rganish juda ham oson bo'ladi va qiziqroq ham bo'ladi. Chunki ko'pgina imkoniyatlar ushbu dasturlash tilida mavjud. Bu til, ya'ni Dart dasturlash tili Javaga qisman o'xshab ketadi, lekin Javadan anchagina farq qiladi. Ya'ni agar siz Java dasturlash tilini bilsangiz, Javada qanaqadir integer o'zgaruvchiga siz yil deb bersangiz, uni dastlabki qiymatini bu 0 deb olib ketadi. Ya'ni buning dastlabki qiymati 0 soniga teng bo'ladi. Double kartoshka deb olsangiz, bunga dastlabki qiymati, agar bunga qiymat bermasak, bunga dasturlash tilining o'zi qiymat beradi. O'sha qiymati 0,0 bo'ladi. 0,0 bo'ladi. Dartda esa umuman boshqacha. Ya'ni bularni Java son deb oladi. Dart dasturlash tilida bular obyekt deb qaraladi. Obyekt. Bularni barchasini biz obyekt deb ataymiz. Agar biz bunga boshlanishida e'lon qilganimizdan keyin qiymat bermasak, bu pustoy obyekt, ya'ni bo'sh obyekt bo'ladi va uning oladigan qiymati faqatgina bitta null bo'ladi. Null degani bu yo'q, hech narsa yo'q. Shunchaki bo'sh quti degani. Double da ham shunday. Agar bunga biz boshlang'ich qiymat bermasak, hech qanaqa qiymatini bermasak, buni
null deb olib ketadi. Ya'ni null degani bu obyekt deb hisoblanadi va obyekt null, ya'ni pustoy, bo'sh obyekt deb atashimiz mumkin. Bularda ham xuddi shunday. Biz hech narsa bermasak, ular null deb olinishi belgilangan. Agar biz ma'lumotlar turini, ya'ni o'zgaruvchi turini yoki uni qanaqa ma'lumot ekanligini bilmasak, biz var kalit so'zidan foydalanishimiz mumkin. Va ushbu kalit so'zida qisqartmasi var va so'zning o'zi esa variable, ya'ni o'zgaruvchi deb ataladi. Lekin bu variable turdagi ma'lumotni birinchi berilgan qiymatiga ko'ra uning turi belgilanadi. Ya'ni unga bool, ya'ni true yoki false bersak, boolga tegishli deb belgilanadi. 1997 yoki 1, 2, 3 degan qiymat bersak, int bo'lardi. Double bo'lish uchun esa 1.2, 2.3 shunga o'xshash qiymatlar bersak, double bo'ladi. Va bu tur istalgan turni, ya'ni list ham, ranges ham, map ham, symbol ham turdagi ma'lumotlarni o'z ichiga qabul qilishi mumkin va birinchi qabul qilgan ma'lumot turiga aylanib qoladi. Va uning qiymati o'shanga ko'ra belgilanadi. Ya'ni uning turi birinchi berilgan qiymatga qarab belgilanadi. Yana bir gap, biz unga deylik 12 qiymatini bersak, sistema uni tizimning o'zi uni aniqlab oladi. Agar var qanaqadir yil 99 deb bersak, sistema uni o'zi uchun o'zi ta'riflab oladi, uni integer var shu uchun kerak bo'ladi. Biz o'zgaruvchilar haqida anchagina suhbatlashdik. Keyingi darslarda ma'lumot turlari va ma'lumotlarning ustida ishlar bajarish haqida batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Keyingi darslarda biz string, integer, ya'ni bool va hokazo barcha turdagi o'zgaruvchilarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.